Assalomu alaykum. Sinovli olam kanalining aziz muxlislari, obunachilari, aka-ukalarim, opa-singillarim. Qaranglar, bugun 15-mart. Xudo xolasa kunlar yana issiq, ob-havo zo'r. Yana bugungi yangi ishimiz mana shu Veterok degan bog'chada. Xudo xolasa o'tgan yili boshlagan ishimiz edi. Mana shunday detskiy plashadkalarni qildik. Biz bilan birga shu Kosonsoylik yigitlar, boshqa yerlik bolalar bilan birga mana shu ishlarni qilganmiz. Hammasi juda zo'r. Mana shu besetkani qurganmiz. Bolachalar o'ynaydigan plashadka. Qarang, juda chiroyli qilib. Endi shuni xudo xolasa o'tganda mягкий krovli qilganimizda qish kuni bo'lgani uchun mягкий krovli yaxshi yopishmagan ekan, suv qo'yib yuboribdi. Profil bilan boshqa tanapishga qildik. Mana shu ishlarni qilganmiz xudo xolasa. Shuni endi devorlarini boshqatdan hozir kraska suv oqqan kraskalarni yangilashimiz kerak. Qo'llari kafel. O'sha bolachalar bu yerda o'ynab yuribdi. Rezinoviy pol 4-5 sm qalinlikda. Mana shu attraksionlarni hammasini o'zimiz o'rnatganmiz. Albatta kuzatib boringlar, xudo xolasa yana yangi qilinayotgan ishlarimizni albatta sizlarga ko'rsatib boramiz. Bizga obuna bo'linglar, bizdan yiroqlashmang. Shu Gelenjik shahridagi eng yaxshi yangiliklarni, xabarlarni sizlarga yetkazib boramiz xudo xolasa. Albatta kuninglar xayriga, barakotga to'laversin.